Biz bolalar uyida katta bo'ldik. 4 ta eng yaqin do'stlar. Ota-onamiz bizni chaqaloqligimizda tashlab ketishgan. Ularni ko'rmaganmiz. Kunlar o'tgan sari turli insonlar kelib farzandlarini boqib olishardi, lekin bizda emas. Hozir yoshimiz 17 da. Bir yildan keyin davlatimiz tomonidan bizga uy, qulay ish va turli yashash uchun yengilliklar berilardi. Lekin biz chiday olmadik. Chunki biz bu yerdan juda zerikkandik. Bir kun qaror qabul qildik va debdomdan qochdik. O'tiraylik. Qochishga qochdik, endi nima qilamiz, Bolalar bekor qildik, u balki qaytarmas. O'san tub bo'lmasa, seni hech kim majburlagani yo'q qochdi. Olsa yana bor o'sha bir devorishga qaytishi mumkin. Lekin biz qaytmaymiz. Biz yosh bola emas, tushundingmi? Hop, nima qilamiz? Nima qilardik? Yotib uxlaymiz. Yo'q, yotib o'tiramiz. Ertaga kvartira topamiz. To'g'ri, uxlaylar. Mana, surilgin suril. Qoch. Mana kvartira. Yaxshi uxlaylar, sizlarni yaxshi ko'raman bolalar. Bitta o'pilan qo'y yuzidan. Keyin odat qiladi. Bola turinglar. Turun. Turmaysanmi? Ha? Jinmimisan? Maza qilding-ku. Ketdigini kvartira qidiramiz. Ashuni? Assalomu alaykum. Yo'q, qo'ydimmi? Basharang yoqmadi shunga. E'lon bo'yish kelgandik, kvartira bor debsiz. O'shanga bola bilan kelgandik, opa. Men talabalarni ichariga qo'ymayman. Biz talaba emasmiz. Nima? Biz ishlaymiz har xil ishda. Prosta bitta viloyatdan kelganimiz uchun birga kvartirada turamiz dedik-da. Shunaqa. Yaxshi. Bo'lmasa kishi boshiga $100 berasizlar. Farqi yo'q, opa, olasiz $200 ham beraveramiz. Opa, o'zi oramizda eng ko'p oylik shunda biznikini qoplamaydi, opa. Biz 50 dan bersak bo'ladimi? Biz 50 dan beramiz, bu 100 dan beramiz, bo'ladimi? Bo'ladi, qachon kirasizlar? Hozir kiramiz. Yukinglar, kiyim-kechaginglar yo'qmi? Yo'q, o'zimiz kirsangiz bo'ldi, opa. Yaxshi, qilaring. Oylik to'lovchi. Opa, shuni oyda oxiriga qilib bersak bo'ladimi? Uzoq yo'ldan kelayotgandik, hozir oldimizda bir tiyin pul yo'q-da. Yaxshi, ishondim. Bolalar, xonalarni toza tutasizlar. Kechasi to'polon qilish yo'q. Svet, gazlarni o'chirib yurasizlar. Qo'shnini jahli yomon. Yana kvartiraga qizlar olib kelib yurmanglar. Yo'q. Opa, bizning kurgida unaqa bolalar yo'q, ha? Bolalar? Men yana kelib xabar olaman. Xo'p, mayli, yaxshi aytib oling, opa. Ha. Mayli, kit yo'qotaylik. Kvartira so'ragan bolalar. Chot kiygan-u, lekin shu qiz olib kirmaylar degan chaqaq bo'ldi-da. Men axir hazillashyapman-da. Bu bashariy kim qaraydi? Pul to'lasa ham qiyin. Jiddiylashlaring sal.
Diddoni bekorga qochdingmi biz? Ertadan hamma ish topsin. Kvartirani pulini berishimiz kerak. Tushundilaringmi? Ovqat, qorin to'qlamaymiz. Xandeningni ko'rchi nima bor ekan? Qoch, surib. Ustma yo'q ekanmi? Yo'q ekanda. Mayli. Ertaga pul topsang nimadir olib kelarmiz. Tashlandi Qo'rqmas o'limdan, hatto g'am dardlardan Hayot endi bo'lgudek uchun sinov tug'ilganidan beri bardosh kurash va harakat Qalbidan yildan yilga to'ladi nafrat Shior faqat, sabr toqat Bori yo'g'i cho'lga oqibat Ammo o'zi topmadi na baxt va omad Mayli deb ishondi, baxt deb kurashdi O'z o'rnini topishga harakat qildi Ustida yurak tirishqoq va mard Armoni qalb ostida faqat bitta dard Aytingchi do'stlar, qani haqiqat, qani haqiqat Bolalik mazasini tatib ko'rmagan Ey xudo so'raganida sendan atigi bir faryod Oqibati tark etdi uni oxirgi najot Quvonch va mehrni faqat oq qora kinoda ko'rgan Kim deysizmi ha o'sha gunohsiz tashlandiq Yo'q ism, yo'q xotira Faqat beparvo yetimlarcha dardlar Olmasam. Omiya charchadim. Zavotiga ishga taklif etishadi. Oylik maosh. Ulim. Aka, больницаga boramiz, yuring. Burji chiqmang, faqat xarajatlaringizgacha ko'taraman, iltimos. Kimga qilmayman, больница ham shart emas. Aka, turing, hozir ko'rib qolib burji qilib yuborishadi, turing. Zo'r narsa ekan, a? Nima? Zo'r narsa ekansiz deyman. Nima? Sen jinnimisan? O'zing jinnisan. Qiz bola-yu, qiz bolaga kuchingiz yetdimi? Nima? Yaxshimisiz? Yaxshiga o'xshayapmanmi? Nimaga menga jahl qilasiz? Men sizga yordam bering deb so'radimmi? Soat 12 dan nima bor sizga? Ota-onangiz bilan o'tirsangiz bo'lmaydimi uyda mazza qilib? Ota-onam bo'lsa agar o'tirardim. To'xtang. Bo'yman noto'g'ri tushundingiz. Xafa bo'lmang faqat. Qo'ylab gapirish kerak edi. Uy joyingiz bormi? Yo'q. Agar yashashga joyingiz bo'lmasa, ertalabgacha ko'chada yurasizmi? Yana boshqa nima qilaman? Agar noto'g'ri tushunmasangiz, menikida qolishingiz mumkin. Bitta xona beraman. Keyin kvartira topgach chiqib ketaverasiz. Kerak emas. Men sizni o'ylab gapiryapman. Kech bo'lganda ko'chada yurish yaxshi emas. Noto'g'ri tushunmang faqat meni. Ertaga kechgacha uy topaman. Ungacha siznikiga borib tursam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, ketdik. Okajon, men buni dori-darmoningizga ishlatarsiz. Yo'q, menga hech nima qilmadi. Yo'q, aka, to'xtang. Ola qoling. Bu narsangizga ishlatarsiz. Aka, ish qilib mendan davoyingiz yo'qmi? Ha, yo'q, o'zim ham telefonda ish qidirib umuman yo'lga e'tibor bermayapman-da. Ish qidirib? Kecha qishloqdan keluvdik. O'shanga ish qidirib yurdim. Menda ish bor. Xohlasangiz ishlang. Qanaqa ish? Yaxshi ish. Oyligi ham yaxshigina. Faqat kechasi ishlaysiz-da. Uydagilaringiz indashmaydimi? Ana to'g'risini aytsam, ota-onam yo'q. Uzr aka. Bo'lmasam ertaga ko'rishamiz. Men bu telefon raqamim. Ertaga qo'ng'iroq qilsangiz ko'rishib gaplashib olardik. Rahmat. Charchadim. Yuring. Otash? Birinchi kunda bu kvartiraning egasi mumkin emasdi deydi. Qisay. Men bu yerda qolmayman. Yo'q, sizga alohida xona bor. Uyga hech kim kirmaydi. Yuring. Xush kelibsiz. O'sha yerda ko'rpacha bor. Yaxshi zamonda. Ha? Kim bu? Birinchi kunda
Kvartira egasi haydab yubormasin? Ota-onasi yo'q ekan. Yashashga joy ekan. O'shanga olib keldim. Yaxshi qilibsan. Bozorga qilib keldilaringmi? Shohona hayotga xush ketdilar. Nima bor ishga? Shohona oldi. Ularning salat yeb qo'yding-ku. Kirsam bo'ladimi? Kiravering. Buncha shu endi o'g'il bola o'zimiz ovqat qilishni ham bilmaymiz. O'shanga oz so'rada olib keldim. Mana. Rahmat. Siz bemalol dam olavering. Siz hech kim bezovta qilmaydi. Rahmat sizga. Yaxshi dam oling. Qisib uxlayapman. Ana qiz ketib olibdi, zavtrak tayyorlab. Hammasi uchun rahmat yozib ham qoldiribdi. Qo'ychi. Ha. Voy! 9 bo'ldi. Ishga borish kerak. Uyg'ontan uni ham. Zato qara parasati bor ekan. Zavtrak tayyorlab berib ketibdi. Mayli-da. Ha, siqilyapti. Yuragi og'riyaptimi, yurak? Yur tuxumaymiz. Tuxumaydiganlar, ketdik. Men xatini o'qi istalikka. Qani oling. Hayzingiz bersin. Hamma shishiga. Alo, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Men Nodirman aka. Qaysi Nodir? Kecha mashinada urib yubordi-chi. Ha, bo'ldi, tanidim. Sizlarni. Ha, kecha ish bor dedingiz, o'shanga bormoqchi edim. Bo'ldi, sizga hozir Telegramdan lokatsiya tashib yuboraman. Bo'ldi, xo'p, mayli. Kelinglar, mana marojnilar bor. Assalomu alaykum. Qanaqa marojniy? Siz? Ha, yana men. Ertalab ketib qolganingizni qarang. Ish qidirib chiqib ketdim. Hech qanaqa ish topmadim. O'shanga mabodo siz oldingizda ish yo'qmi? Oldimda bor ish. Men bilan ishlasangiz bo'ladi. Pullik pulimni yarmini beraman. Bo'ladimi sizga? Mayli, roziman. Assalomu alaykum. Ye, jigar. Keling. Jigar, tuzumisiz? O'tira qoling. Jigar, xullas sizga ishi seryoznisi bor. Xo'p. Mana shularni tarqatasiz. Nima qilaman? Mana shularni Toshkentning har xil joylariga tarqatasiz.
olib ketadigan odamga lokatsiyasi bilan rasmini tashlab berasiz. Qiyin joyi. Nima bu o'zi aka? Buni nimaligini bilmaysizmi? Hozir ko'rsataman sizga bu zo'r narsa. Qani jigar buni tortingchi. Chuqurroq tortasiz. Olib ketmasdan faqat. O jigar bu hali boshlanishi, bundan zo'rlarini ko'rasiz. Bugun 300 ming ishlamiz. 200 ming sizga, 100 ming menga. Yo'q, o'rtasidan bo'lsin. 150 meniki, 150 sizniki. Qarang masalan, biz 4 ta o'g'il bolamiz, siz bitta qizsiz. Sizga ko'proq kerak deb o'ylayman. Oling. Rahmat. Aha. Yana bitta narsani so'rasam maylimi? Xonangiz bo'sh, yuravering. Ha, jigar o'zingizga kelib qoldingizmi? Ha, Ertaga nima qilish kerakligini tushundingiz, a? ha, tushundim. Faqat ehtiyot bo'ling. Militsiyaga tushib qolsangiz, men yordam bera olmayman. Pulichi qancha berasiz? Pulidan xavotir olmang, sizni xafa qilib qo'ymayman. Ha, jigar. Ananchi? Yomonsiz, muammo yo'q, u ham bo'ladi. Pulni kelishdiganda. Mana shular. Ertaga kechqurun shahar tinchgandan keyin chiqing, a? Bo'ldi. Charchamang. Olinglar. Keldingmi? Yaxshimisilar? To'g'ri seni kutmoqchi edim, qoring yomonchida. Qalay ishlar, ish topdingmi? Ha, topdim. Ana boyni uyida qo'rg'ul bo'larkanman endi. Ha, yaxshi. Bo'pti, bo'ldi, men ertaroq ishga borishim kerak. Qo'yman. Mana men ertaroq chiqmasam, ko'bzakka sololmayman. Ha, yo'q. Qornim to'q. Voy, hali ovqatdan beryaptimi? Nodir? Ha? Ishga bormaysanmi? Aytdim senga kechqurun ishlayapman deb. Bo'pti, biz hammamiz tarqaldi, ishing yo'q. Ha. Tur yo'q. Xo'p dedim-ku, ey. Alo, jigar, yaxshimisiz? Ha, nima gap? Jigar. Ana sizda bir iltimos bor edi. Xo'sh. Ana mendagi dorilarning bittasini berib tura olasizmi? Zarur bo'lyapti-da, jigar. Aytdim-ku, ishdan keyin ko'rsamiz. O'shanda beraman. Jigar. Bera qoling. Zarur bo'lyapti-da. Bo'pti, jigarim, sizga faqat bittasini. Qolganlarni kechga ishga chiqib hal qiling. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Nodir? To'poy ojiz chiqdi. Yarim soatdan beri turibmiz, Nodir. Nodir? Onasini ham odam shunaqa quliydimi? Ha, tinchlikmi? Ishga kech qoldim, qoch. Eshikni yopmasdan ketdi.
Yo'q, ovqatlanamiz. Ketdik. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim, lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul maqman. Bugun gunoh qildim, maqsadiga yetalanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim, o'zi gunohkor bo'ldim. Qalbim qoraydi o'z navbatida, ya umuman negizli isyonkor bo'ldim. Sabr toqat qil dedi meni jonimni olmay, yomon amalarimga aytay. Tazarrufda badanim shivirlar, jazo bor albatta. Yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda. Nobud bo'ldim ya Robbana, isyon etdim yana. O'zimga zolim bo'ldim, meni kechir. Kechir ya Robbana, xato qildim yana. Nafsimga zolim bo'ldim, meni kechir. Olaykum. Qalay bo'ldi birinchi kuni? Yomon emas amalada. Problema chiqmadimi? Yo'q. Brat, menga anondan topaylik. Endi jigar har doim ham topib bera olmayman. Faqat zakaz qilganlarniki bor. Yo'q, aka, unaqa demang. Topishimiz kerak. Unda jigar qarang. Bitta zo'r tema bor. Ertaga ko'rishib gaplashib olsak, u yerda sizga anchaga yetadiganim topib bera olmayman. Davay aka, hozir boramiz, yuring. Yo'q, jigar, sabr qiling. Mazasi boshqacha bo'ladi. Ertaga obedda ko'rishamiz. Qolganini o'shda aytaman. Xo'p, jigar, charchadim. Aytgancha, pulingizni olib ketmaysizmi? Ertaga olaman. Ha, mayli. Ha, polvon, hammasi joydami? Joyda. Manda kalit. Xonani ochib kirasiz. Stol tagida seyf turibdi. Seyf kodi 5953. Ochasiz, ichida o'ralgan. Olasiz, suramiz. Hozir boray. 100 tali jigar, 100 tali. Mana. Молодец, молодец qani. Mana bu sizga. Bu menga emasmidi? Buncha narsani nima qilasiz? O'lib qolmang. Dori kerak bo'lsa, o'zim sizga berib turaman. Rahmat. Bo'pti, men ketdim. Aytgancha, bugun ishga chiqasizmi? Albatta. Charchamang. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonim. Tuzuk bo'ladi. Mana bu tuz zoti bo'ldi. Yo bittasi. Yo'q. Qarab tur. Horozing qara kech bo'ldi. Qo'l qarama. Qarama.
Tupoymisan-la, nima qilyapsan-la? Men sallaga yosh bola emasman. Agar aytganimni bajarmasalaring, ayab o'tirmayman bola. Aka to'g'risi nima haqida gapiryapsiz tushunmadik. Kuppa kunduzi men bo'lganlaring meni ofisimga kirib, meni narsamni olib chiqib ketgan. Menga uni olib chiqdim. Ey. Sallaga 2 kun muhlat. Agar 2 kunning ichida 1 kilo nashamni joyiga qo'yib qo'ymasalaring, ahvollaring chatoq. Tushundilaringmi? Ha, yana aytmoqchi. Militsiya qilib meni boshimni kashaga tiqmalaring, tushunarlimi? Yechmadigini. Isqat, shuni sen topgan ishi, shu bo'g'onligi. Hammasini to'g'rilayman. Nima to'g'rilaysan? Ha? Sendan nasarini olib ketyapti. Ey, nima qilamiz? Nima qilishni bilmaymiz. Yo'lni qilishimiz kerak. Dorisini olib borib, nasarini qutqaramiz. Lekin Sen qisib o'tir, tushundingmi? Umuman gapirma. Shunaqa ish qiladigan odam topishimiz kerak-da, o'shani sotib olishimiz kerak. Bo'ldi, nima bo'ldi? Sen tupoymisan? U senga nima? 1 kilo unmidi? Akalarning kirib kelishidan bilmading yo qanchalik qimmatligini u narsani? Boshqa yo'limiz ham yo'q-da. Boramiz, va'da beramiz, qarz so'raymiz, kimnidir hayotini o'rtaga qo'yamiz. lekin ularni qatdan topamiz. O'zini reklama qilmaydi-ku, mana bunaqa narsa sotaman deb. Lakachachi bolalarni topsanglar bo'ladi. Kechqurun yekib yurganlardan. Ularning kattalaridan aniq bo'ladi. Faqat shu kattalarga ketib borish kerak. Qatdan topamiz ularni? Chetlarda, tashlandiq joylarda yekib yurishadi. Ketdik. Yuringlar. Sen uyda qisib o'tir, tushundingmi? Umuman aralashma. Elyor, eshikni qulab ketamiz. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkir. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga, nima ekan uni maqsadi bila olmadim, lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban, men jon oluvchi malakul maqman. Balki ertalab qilarmiz, kechishib qoldi-yu. To'poymisan? O shunaqa ishlashadi bular. Ko'taradi. Sen qilavergan? Muncha minus gapirasan sen? Ali, assalomu alaykum. Eshitaman, kim bu? Aka, bizga dori kerak edi. Nima? Qanaqa dori? Boya bitta ishchingizdan nomeringizni olganda aka, Seroza bizga srochno dori kerak. Hop, qancha? 1 kilo. Bilet. Ha, nima dedi? O'chirib qo'ydi. Nima qilamiz? Boshqasini qidiramizmi? Bolalar befoyda. 1 kiloni eshitib o'chirib qo'yapti telefonni. Boshqa yo'lni qilishimiz kerak. Bo'pti. Yana uyga ketdik. Ketdik. Otash. Hamini qara. Buni mavzu sancha jiddiy-a? Bu ish oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Ular qarab tursak ham yaxshi bo'lmaydi. Ularning Ey. Nima qo'lim boylab qo'ylaring? Yech qo'limmi? Qisib
qisib o'tirmasang, o'zingni ham yopamiz. Nima qilamiz Elyor? Bilmadim. Amina ahvolga qara. Anu narsasini o'rniga shunga o'xshash nimadir solib olib borsa-chi? Ichini ochib ko'rsa-chi? Endi bilmadim, ideya keldi aytdim-da. Bolalar, menga bitta g'oya keldi. Esingdami og'ayni? Dildomdan qochishimizdan avval oshxonada o'tirib, bizni ham qachon ota-onamiz bo'ladi deb niyat qilardik. Orzular qilardik. Shu orzularimizni dildomdan qochdik. Biz niyatlarimiz bo'yicha ketamiz. Bitta sana tashlamayman. Vijdoning qiynalmadimi? 17 yillik o'rtoqlaringni tulkaga tushirib qo'yganing. Ayni bitta qiz boshqa odamni qo'yganligi. Vijdon bilan qanaqa yashaysan og'ayni? Endi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q. Onca. Nega jimjit, nega bunda jimjit? Xuddi badanimda ruhim emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim, lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban, men jon oluvchi malakul mahkam. Bugun gunoh qildim, maqsadiga yetalanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim, o'zi gunohkor bo'ldim. Qalbim qoraydi o'z navbatida, ya umuman negizli isonkor bo'ldim. Sabr toqat qil dedi meni jonimni olmay, yomon amallarimga aytay. Tazarrufda badanim shivirlar, jazo bor albatta. Yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda. Menga qara. Senga ertaga kechki soat 8 gacha vaqt. Men aytgan lokatsiyada mol bilan tayyor turing. Boshimni og'ritib militsiya qilib yurmagin, xo'p? Yaxshisi molni topshirganda qizni olib ket. Tushunarlimi? Senga Telegramdan lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Qattan oldalaring. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Tekshir. Yaxshi ko'rasanmi? Nima edi? Men bunaqa ishlarga qizlarni aralashtiradigan pastkash emasman. Lekin nima qilay, meni ham molim. Toza. Aniqmi? Ha. Yaxshi. Bolalar sizlar va'dalarda turdinglar. Men ham va'dada turaman. Lekin bunaqa ishlarga boshqa aralashmanglar. Oxiri yaxshilik bilan tugadi. Bo'pti. Yaxshimisan? Sen yaxshi vaqt qilishmadimi? Bolalar, hammasi plan bo'yichami? O'xshasa ha. Yuringlar bu yerdan ketaylik.
qanday yaxshimisan? Otash Nodir yo'q. Yurlaring. Sayıqda bu o'tirib tur, xo'pmi? Eshikni ichimga ochma. Eshikni ichimga ochma, xo'pmi? Kelsen deb va Sen jinnimisan? menga dori kerak. Tez topib ber. Ha, dorimidi. Mendan so'ra olishga keldingmi deb o'ylab qolma. Topasan hozir. Hozmanda yo'q. Bir ikkita joylarni aytaman, o'shdan olib chiqasan. Keyin bo'lishib olaman. Ne? Hamma ayb o'zimda. Noto'g'ri yo'lni tanladim. Agar men ham do'stlarimga halol ishni tanlaganimda baxtli yashayotgan bo'lar edim. Do'stlarim bilan birga yaxshi kayfiyatda. Deddumdan qochguncha maqsadlarim boshqacha edi. Orzularim ko'p edi. Lekin birgina xatoyim meni shu yergacha olib keldi. Yashagim kelyapti. Yashagim. Mana nima bo'tga olib keldinglar? Hali xabaringiz yo'qmi? Siz katta miqdorda narko biznes bilan shug'ullanganlikda ayblanasiz. Men bunaqa ishlar qilmayman. Men tadbirkorman. Biz hammasini bilamiz. Anchadan beri orqangizdan kuzatib yuribmiz. Bizda hamma ma'lumotlar bor. Hech qanaqa asos dalilingiz yo'q. Asossiz ayblamaysiz. Sizga qancha dalil kerak? Sallaga 2 kun muhlat. Agar 2 kun ichida 1 kilo nashamni joyiga qo'yib qo'ymasalaring, ahvollaring chatoq. Men bu 1 kilo dori ham sizniki. Bolalar sizni aldashdi. Xullas mana bunday qilamiz. Bizning odamlardan dorini yig'ib olamiz. O'zi bitta qilib qaytarib beramiz. Bo'ladimi? Ular sizni qo'lga olishga yordam berishdi. Olib kirilaring. Kirilaring. Xo'sh, bolalar, ana tarqatayotgan dorini men shu odamdan olarim deydi. Bu yo'lning oxiri yo'q. Qancha muddat olishingiz sudda aniq bo'ladi, lekin ancha ko'p. Sudda ko'rishamiz.